Bir pokistonlik bir bola payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga o'ta muhabbatli ekanlar. Ismlari Muhammad ekan. O'sha bola kim Muhammad deb ismlar bilan zikr qilinsa, o'rnidan turar ekanda sallallohu alayhi ya Rasululloh deb shu narsani qalbi qo'lini ko'ksiga qo'yib payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga salovat aytar ekan. O'sha narsani hayotiga odat qilgan ekan. Uni o'rtoqlari kalaka qilib Muhammad deb qo'ysa, darrov turar ekanda qo'lini ko'ksiga qo'yib sallallohu alayhi ya Rasululloh deydi ekan. U shunga odatlangan ekan. Kim Muhammad deb chaqirsa, qo'lini darrov ko'ksiga qo'yar ekanda sallallohu alayhi ya Rasululloh deydi ekan. Bir qancha muayyan yoshga yetib hajga borishlik nasib qildi. Shunda haliga xursand bo'lib, haj amalidan keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni ravzalarini borib ziyorat qilishlik menga nasib qilsin deb